Hop, bo'lmasa boshladik. Zapisni boshqatdan boshladim. Bu order flow 2.0 videosi, ya'ni master class va Q&A, ya'ni questions and answers bo'ladi. Bunda ba'zi bir savollarga javob berib o'tib ketaman, imенно order flow bo'yicha, va biror bir savol bo'ladigan bo'lsa, savollarga javob berib o'tib ketamiz. Bu ikkinchi qismi order flow videoni, shuning uchun 2.0 deb boshlanadi. Bundan keyin order flow haqida boshqa video qilmayman. Xo'p. Bo'lmasa boshlaymiz. Xo'p, akalar, order flow bu narxni A nuqtadan B nuqtaga yetkazib borish uchun bir vosita, ya'ni instrument xolos. Narxni aniqlab olish uchun kerak bo'ladigan narsa. Ya'ni bizda A nuqtamiz bor, biz B nuqtaga yetib bormoqchimizmi? Shaxsan men order flowdan foydalanaman. Kimdirlar trend liniyadan foydalanadi. Ya'ni misol uchun narx kelyapti, trend bo'ylab kelyapti va ko'pchilik trend liniya bo'yicha ishlaydi. Kimdirlar market structure, ya'ni higher high, higher low shunaqa ishlaydi. Menda bo'lsa order flow, ya'ni narx A nuqtadan B nuqtaga kelyaptimi? Sweeplar, ya'ni ma'lum bir haylarni yechib va yechgan hayi himoyalangan bo'lish kerak. Shunda B nuqtaga, targetga yetib kelishida ishlatiladigan bir instrument bu. Bunda ko'pchilik savol berishi mumkin. Menda bir xilgilar yozdi, tipa external, internal rangelar nima bo'ladi, market structure nima bo'ladi. Og'ayni, agarda siz shu nima bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz va bu narsa siz uchun anaqangi daromadli bo'layotgan bo'lsa, o'shani bosing, meni hech qachon kuzatmang. Shunaqa. Endi order flow nimadan iborat? Order flow bu ma'lum bir likvidnost yechilishi va FVG lardan iborat. Men hozir ishlatadigan narsam ma'lum bir nuqta bor, aytaylik bir sell side. Mana bu sell side nuqta bor. Yoki farqi yo'q, PDL mi, qanaqami, yoki bu biror bir weekly FVG bo'lishi ham mumkin. Aytaylik, mana bu nuqta FVG. Men A nuqtam bor, ya'ni ma'lum bir nuqtada turibman, mana bu nuqtada. Mana bu nuqtadaman. Va mana bu nuqtaga yetib kelayotganimda, aytaylik, men hafta uchun va kun uchun o'zimga ma'lum bir targetlar belgilab olaman. Ya'ni hafta uchun umumiy targetim, aytaylik, weekly FVG. Weekly time frame nimaga ko'raman? Weekly dagi bitta switchga qaysi tarafga yoyilishi. Hozir uni ham misolda ko'rsatib ketaman va umumiy targetim menda kattaroq weekly targetim bo'ladi va kunlik targetim bo'ladi. Kunlik targetimda kichik lokal high va lowlarga ishlab boraman. Hozir ularni hammasini bitta tushuntirib boraman. Hop, aytaylik, bizda narxni nuqta bo'lsa. Mana bu lokal low. Mana bular lokalni lowlar. Va mana bu umumiy общий low, ya'ni bir anaqangi FVG. Menda narx mana bu nuqtada turibdimi? Menda umumiy targetim mana shu weekly FVG dami? Men kun bo'yicha narx biror bir high yechilganidan keyingina mana bu lowga target qo'yaman. Yechildi, mana shu nuqtalarda men entry qilishni boshlayman, yoki yana bitta tasdiq kutadigan bo'lsam, yana bitta sweep kutaman. Bunda mana bu himoyalangan high qanaqangi bo'lmaslik kerak, olinmaslik kerak. Bundan keyin narx MSS bergandan keyin mana shu nuqta men uchun poyi bo'lib qoladi. Xohlasam mana shu yerda entry qilib yuboraman, stopni mana oxirgi himoyalangan highga qo'yib, yoki agarda tanasi bilan shu yerda yopilsa, agar masofa pipslar error yetadigan bo'lsa, mana shu nuqtada ham market bilan bosaveraman. Agarda meni order flow'm yaxshi yasalayotgan bo'lsa, xudo xolasa mana bu nuqtaga yetib keladi. Bu
tajriba vaqt bo'yicha sinalgan narsa. O'shaning uchun men shunday entry qilaman, bo'ldi, chiqib ketib ishimni qilib yuraveraman. Shunaqa. Endi narx bizda nima qilyapti? Ma'lum bir targetga yetib keldi. Ma'lum bir targetga yetib kelgandan keyin bo'ldi. Men kun uchun birinchi targetim tugadi, pishdi bu. Bundan keyin men keyingi targetim men uchun anaqangi bo'ladi. Interesli bo'ladi. Hafta davomida sekin yana biror bir hay yechildimi va keyingi haydan keyin u yechilgandan keyin men уже ikkinchi подтверждениялаrimdan yoki birinchi подтверждение konkretni kelyaptimi? Tepada FVG'lar bo'lsa ham men chiqishini kutmayman-da, yaxshi sweep bo'ldi, 2 marta o'zini himoyaladimi? Hay bo'ldi. Men mana bu lowlarga ishlab keta olaman. O'shanda bir xil payt oldin premium discount tushunchanda juda bir железный turib olardim. Discountga yoki premiumga narxni chiqishini kutib qolardim-da. Narx odatda premiumga ham chiqmasdan turib darsi tushib ketaverardi. Order flowni foydali tarafi shu. Siz premium discountga qarab o'tirmaysiz. Da agarda tepada katta bir gaplar bo'ladigan bo'lsa va qanaqadir fundamentalniy tahlil bo'ladigan bo'lsa, tortib ketadi baribir. Lekin sizda order flowingiz yaxshi yasalyaptimi? Siz ushbu lowlargacha, umumiy targetgacha ishlab tushishingiz mumkin. Mana shu teoretik ko'rinishi. Endi yevro misolida ko'ramiz. Yevro misolida biz haftalik time frame ga o'tadigan bo'lsak, biz ko'rishimiz mumkinki, bizda bu hafta mana bu weekly FVG target edi. Mana bu FVG. Ya'ni o'sha FVG ni lowni oladigan bo'lsak ham qaranglar. Men bunda na bunaqangi nimasiga qaramayman weekly time frame da. Na bunaqangi high lowlar yasamayman, hech nima qilmayman. Weekly FVG da men weekly time frame da menga bitta narsa muhim. Keyingi anaqangi candle qaysi tarafga yoyilishi muhim menga. Va narximiz bu hafta mana bu nuqtada yopilgan edi. Biz predict qildik, ya'ni biz harakat qildik narxni qaysi tarafga yopilishiga, qaysi tarafga yurishi, keyingi switchga qanaqa ko'rinishda yopilishiga biz harakat qildik topishga. Ya'ni biz topdik. Mana bu FVG ga keyingi candle shartli yopilishiga biz umid qildik. Va bizda hafta uchun targetimiz bormi? Biz endi mana shu hafta davomida tushadigan FVG larga harakat qilib boramiz. Keyingi kichikroq time frame menda daily bo'ladi. Daily time frame ga tushadigan bo'lsak, bizda ikki xil holat. Bizda nimani men ba'zi payt shu narsani ham ishlataman. Weekly FVG agarda narx dalcha order flow weekly FVG ga tushgandan keyin narx zo'r order flow yasab turarsa, mana weekly FVG ni respect qilmasdan men o'sha mana bu weekly FVG ni ichidagi FVG larga hujum qilishga harakat qilaman. Hozir buni ham misolni ko'rsatib ketamiz. Buni ichiga yozib ketaman. Hop. Kunlik FVG. Keyingisi weekly ya'ni haftalik deb kimdirlar shunga mang'illamasa. Hop, aytaylik bizda mana 1 soatlik time frame ga o'taman. Menda средний time frame'im shu 1 soatlik time frame hisoblanadi. 1 soatlik 15 minutlik time frame. Haftalik уже kunliklar menda старший time frame. Agar kimdadir savol tug'ilib qolgan bo'lsa, bu o'tib ketaman. Bizda bu hafta hop, понедельник, воскресенье mana bu nuqtada bizda mana bu nuqtani mana bu liniyani to'g'rirog'i qizil bilan ko'k bilan qilay. Ko'k bilan belgilab qo'yamiz va narx mana bu nuqtada уже ochilgan mana yerda. Keyin Aziya sessiyasi, ya'ni Osiyo sessiyasi ochildi. Biz уже Osiyoda katta ehtimol bilan уже savdo qilmaymizda.
где-то вот mana shu Frankfurtlar mana bu fioletoviy rangli, fioletovyni akalar minbor uzr, o'zbekcha qanaqa bo'lishini bilmayman. Mana shu nuqtalarda o'sha biz savdo, ya'ni ish joylarimizga o'tiramiz va bizda umumiy targetimiz bormi? Weekly FVG bori. Weekly FVG ga biz tushishga yana harakat qilamiz. Bizda targetimiz, aytaylik mana kunli FVG deylik, mana kunli FVG bizda target. O'sha targetga biz qanday, mana bu nuqtaga keldikmi, biz 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsak, prediktimiz xudo xolasa o'xshaydi. Qanday? Biz qayerda turibmiz? Biz bu nuqtaga qanday keldik va qayerga qanday boramiz? Savol. Birinchi savol, biz mana bu nuqtada turibmiz. Biz qanday keldik? Qaranglar. Biz mana bu haylarni yechib, himoyalab va yana ma'lum bir haylarni yechib, yana himoyalab tushib kelyapmiz. Biz bunda ahamiyat berishimiz kerakki, narx bu himoyalangan hayni o'zi urmayapti. Bu degani pastda zakrepleniyalar bilan tushib kelyaptimi? Biz o'zi konkretnik kuchli trenddamiz. Biz mana bu nuqtada turibmizmi? Biz o'zi shartoviy ideyadamizmi? Bizda order flow moshni yasali kelyapti. FVG larni hurmat qilyapti, boshqa qilyapti va endi biz skорее всего biz harakat qilamizki, mana dushanba mana bu nuqtada bo'ladi aytgancha. Dushanba mana bu nuqtada. Mana bu nuqtada biz dushanba kuni alamli holat bo'ldi. Deyarli entry bermasdan oqib ketdi. Biz ishonchimiz komilki, bizda haligi aytib o'tgandek ikkita sweep bormi? Men o'sha konkretni uverenman, что mana bu lowlar va weekly FVG ga tushishimiz betonniy bo'ladi. Va mana bu nuqtalarda entry qilsak bo'lardi, lekin afsuski bizga entry berishmadi. Narx tushib ketyapti, sell saytlar PDL larni yechdi. Ahamiyat bering. Biz PDL larni lokalniy lowlarni yechib tushmoqdamiz pastga. Va aytib o'tganimdek, bizda haftalik targetimiz bor va bizda kunlik targetimiz bo'lishi kerak. Va o'sha dushanba kuni narx qanday pastga tushadi deganda, ma'lum biror bir hayni yechib, himoyalab turib, keyin pastga tushishini o'ylashimiz kerak. Keyingisi narx seshanba kuni Londonda turibmiz. Bizda nima bor? FVG bor. FVG ham aytib o'taman, kuchli, xuddiki sweep taqangi kuchga ega bu ham. Va plus mana bu hayni yechib ketmoqda. Bu joyda ham himoyaladi va hali aytib o'tganimdek, bizda poyidan reaksiya olyapti, ya'ni point of interest. STB zonada, BTS zonada, ya'ni buy to sell. BTS degandan o'ylamaylar, u karis ashillachilar ishlar ekan, BTS. Unaqa narsa, prosta rashrokasi buy to sell. Entry modelni tushuntirib ketaman buni. Rasa mana shu nuqtadan reaksiya olyapti va chiroyli oqish bo'ldi. Bizda dushanba kuni weekly FVG ga tushib qo'ygandan keyin bizda konkretniy zakrepleniyalar bilan narx ketyapti. O'zi biz seshanba kuni yana ishlasak bo'lar edi. Дальнейшем PDL ga narx nima qilyapti? Biz mana bu nuqtadamiz. FVG ni reaksiya oldi, himoyaladi. Через mana bu high ketamiz degan menda predikt bor edi. Ya'ni mana bu Frankfurtda turibmizmi? Pastga ketamiz, lekin qanday ketamiz? Biror bir highni yechamiz yoki biror bir FVG lardan reaksiya olamiz. Biz highni yechdik va pastga qarab ketdik. O'zi chorshanba kuni ham ahamiyat beringlar, bu order flow va железный order flow bo'lyapti. Bizda PDL yana bor target va umumiy weekly FVG dan yaxshi reaksiya olib tortib ketmayaptimi tepaga? Demak, biz yana chuqurroq korreksiya olamiz. Ya'ni PDL yechib kelyapti. Yana bizda keyingi targetimiz mana bu nuqta yana PDL bo'lishi mumkin. Va e'tibor bering, mana bu highni yechmayapti. Siz yana mana shu BTS zonadan, buy to sell zonadan yana entry qarab ko'rsangiz bo'ladi. Buni ichida 15 minutlik time frame da ham, 5 minutlik time frame da ham, minutlik time frame da ham xuddi shunaqangi order flow yasaladi. Bu time frame tanlamaydi, faqat minutkada ishlashni maslahat bermayman, chunki minutkada shum ko'p
manipulyatsiya ko'p bo'ladi. Po suti, narx yana e'tibor bering, yana himoyalab ketyapti, mana hayni yechyapti, mana poyidan point of interestdan reaksiya olyapti va narx yana bizni sell saytimizga va umumiy aytib o'tganimiz weekly FVG ni ichidagi daily FVG ga tushib keldi. Buni har xil misollarda ko'rishimiz mumkin. Mana bu nuqtada ham mana bu BTS zonani entry modelni yana mukammalroq qilib tushuntiraman. Mana bu nuqta ham biz target sifatida ishlatishimiz mumkin. Narxni qaytarib yuborishi mumkin bo'lgan любой narsa bizga target sifatida ishlab beraveradi. Farqi yo'q, highmi, lowmi, FVG mi, boshqami, IFVG mi, order blockmi, umuman farqi yo'q. Hatto order blocklar bo'yicha ishlamayman. Mana bu holatda biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu poyi zonamiz, bizda poyini ichidagi 4 soatli FVG bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtada daily da FVG bo'lishi mumkin. Mana shu nuqta biz uchun target bo'lib ishlab berishi mumkin. Aytaylik, mana bu target. Mana bu A nuqta, bizda B nuqta bor. A ga qanday kelyapmiz? A ga biz hozir haliga aytib o'tganimdek, biz qaytamiz va qanday keldik va qaytga boramiz. Mana ma'lum bir hayni yechdik va narx o'zi korreksiya oladi. Mana bu STB zona, sell to buy zonamiz. Deysan bo'li понятныйroq bo'ladi. STB testlar bo'yicha ishlaydiganlar mana shu zonaga bizga o'zi korreksiya ishlamoqchimiz. Siz har hafta o'suvchi trend paytida siz har doim ham pastga tushishini kutmasdan korreksiyaga ishlasangiz ham bo'laveradi. Bunda siz taxmin qilyapsiz, bu hafta o'zi bitta weekly svechkamiz boshida o'tgandek shartoviy, ya'ni pastga qarab tushuvchi yopiladi. Bunda kichikroq, misol uchun 1 soatlik time frame o'tadigan bo'lsangiz, korreksiya bo'lib pastga tushadi. Endi bizda bor A nuqtamiz bor, bizda B nuqtamiz ham bor. Ya'ni mana bu kodda STB zonani ichidagi FVG, bizda B zona bo'ldi, ya'ni target. Ko'zingizni ochdingiz, ertalab bo'ldi, siz targetingiz bor. Bo'ldi, shu yerda ichida ishlab boraverasiz shunga. Siz qarayapsiz, narx kodda buy side-ni yechdi, BCLP bo'lmasa kimdirlar savol tug'ilishi mumkin. Kodda time frame-da bir buy side-ni yechdida narx kuchli reaksiya olishni boshladi va reaksiya olib o'sha kunning o'zida ba'zi birlar biladi, uni Asian Decision Point deydi. Asiatic Decision Pointdan reaksiya olib pastga oqib ketyapti. Lekin bizda umumiy targetimiz bor va biz o'sha target bo'yicha ishlashni boshlaymiz. Aytaylik, mana dushanba narxni ko'rasiz. Mana bu brokerda yechmagan ekan, boshqa brokerda yechgan bo'lishi mumkin. Akalar yechgan bo'lsa o'ta ideal bo'ladi. Boshqa brokerda tekshirib ko'rasiz. Lekin yana bitta narsaga ahamiyat bering. Siz mana bu hayni yechib turib, pastda zakrepleniya beryapti. Ya'ni MSS. Farqi yo'q. MSS, boz, choch, umuman farqi yo'q. Mana zakrepleniya bor. Bizda va yana mana o'z yaxshigina sell site ham, ya'ni bu previous week low deb hisoblanadi. Mana u ham. Mana u dushanba bo'ladigan bo'lsa, mana u pятница, ya'ni juma kuni ekan. PVL emas. Xullas, mana shu sell siteimiz bor bizda. Bu ham target bo'la oladi va uni pastidagi FVG ham bor. Biz nima qilyapmiz? Mana bu nuqtada ko'rishimiz mumkinki, narx sweep qilib pastga zakrepleniya berdi. Va yangi kun ochildi. Aziya, Frankfurt kutyapsiz. Siz o'zingizga savol berasiz. Men targetim bor, через qaysi likvidnostni yechib turib pastga ketaman yoki biror bir FVG bormi, men o'shandan pastga qarab ketaman. Siz o'zingizga savol berishingiz mumkin. Frankfurtda turibsiz-da, Asiatic high. Lekin Aziya high bunaqangi yopilishi yoqmaydi. Mana bunaqangi bitta reaksiya olgan, ya'ni sweep qilgan mana u highni. Lekin reaksiya 0. Pastga tushib, sal dadil harakat qilmagan, mana ularga o'xshab. 0 reaksiya. Yana Frankfurt ochildi. Frankfurtda ham ko'ryapsiz, hech nima yo'q. Sizga FVG kerak yoki mana bu BPR deymizmi yoki mana FVG deymizmi?
mana shu nuqtadan siz reaksiya olgandan keyin ma'lum bir sweepdan keyin kirasiz yoki kirmaysiz. Qarang, уже London ham xuddi shunaqangi so'z va уже siz bilasizki, уже sizda bitta nima qoldi, New York qoldi. New Yorkda qarayapsiz, bitta hay bor fraktalli. Nima qilyapti? New York mana bu hayni yechyapti. Frankfurtda hayni yechyapti-da, уже agressivniy harakat boshlandi. Tushdi, вот где-то вот mana bu nuqtalarda farqi yo'q. 5 minutlikmi, 3 minutlikmi, hatto 3 minutlikda maslahat bermayman. O'zim 5 minutlik, 15 minutlikda ishlatayotganim sababli shunday maslahat bermayman. No, 3 minutlik, 5 minutlikdan xuddi shunaqangi kartina yasalayotgan bo'ladi. Sweep, shunaqangi MS, shuna narsa bo'ladi. Mana shu nuqtalarda siz entry qilib turib, mana bu targetlargacha ishlab borishingiz mumkin. Xohlasangiz mana bu nuqtagacha, xohlasangiz mana bu nuqtagacha errorlar pozolyat qiladigan bo'lsa. Ertangi kuni ham narx tushdi, zakreplение berdi, hech qanaqa kuchli reaksiya olmadi. Mana u sell site yechgandan keyin mana nima ekan, o'chirib tashlaymiz ekan. Kuchli reaksiya olmadi va bizda poyiga hali kira olmadi. To'liq kirib uchib ketmadi narx. Demak, скорее всего, bu kuni ham siz через PDL уже tepaga ketasiz. Mana u tepaga haydaydigan zona mana bu, lekin haydamayapti. Siz nima qilasiz? Bu kuni PDL la konkretni target turibdi, sizda order flow bor, FVG bor, lekin narx reaksiya olmayapti va sweep qilyapti, yana pastga ketdi. Keyin уже shundan keyin e'tibor bering, yana order flow yasalaveradi. Yana birinchi sweep, mana loan yechgan, bundan ham sweep, уже mana entry model beradigan bo'lsa, menda oxirgi stop, agar betga stopni qo'yishni nima qilayotgan bo'lsam ham, qo'rqsam ham, mana bu stopni mana bu sweepni tagiga qo'yib turib, ya'ni bunaqa ko'rinishda mana kichikroq time frame entry bersa, mana bu himoyalangan hayga tagiga qo'yib turib ham tepaga ishlashi mumkin. Biror bir lokalniy haylarga. Xullas shunaqangi hamma yoqda e'tibor bering. Sweep tepaga reaksiya, yana ketdi, narx nima qilyapti? Mana aytdim, yechyapti, himoyalayapti, yana ketyapti. Shu narsa order flow akalar. Order flowni bitta gap bilan tushuntirib qo'yadigan bo'lsam, sizda targetingiz bor, ma'lum bir targetingiz bor. Mana ma'lum bir targetingiz bor. Bu farqi yo'q, sell site mi? FVG mi? Siz mana bu nuqtada turibsiz, yana qaytarib o'taman. Mana bu nuqtada turibsiz. Va sizda mana bu nuqta targetmi? Siz o'zingizga savol bering. Narx qanaqa? Shu sweep qilib kelyaptimi? Ya'ni yechib kelyaptimi? Siz yangi kun ochildi, aytaylik Frankfurt. Siz o'zingizga target qo'yib oling kun uchun. Weekly uchun bor, umumiy targetingiz bor va kun uchun ham qo'yib oling. Men shortga ketaman, shartoviy harakat qilaman, lekin ma'lum bir haylarni yechib turib ketaman degan savol anaqangi bo'lishi, savol javob olishingiz kerak o'zingizga o'zingiz. Mana shuni yetsin, men kiraman. Nimaga? Men mana bu nuqtada MSS bersa, mana bu nuqtada kirmayman. Nimaga? Chunki stop hunt qilib yoki turtle soup qilib nimadir qilib turib, meni yechib turib keyin ketishi mumkin degan narsa miyangizda tursa, mana shu order flow yaxshi ketadi sizda. Men xuddi shunaqangi ishlayman. Bu endi qisqacha jaydani tilda tushuntirdim. Ikir-chikirani minutga ham misol uchun aytaylik, minutkaga tushdi-yu. Mana minutli time frame. E'tibor bering, minutli time frame da ham mana bu low deylik. E'tibor bering, minutli time frame da bu 1 minutli time frame. Qanaqa kelyapti narx? Narx yechyapti. Narx yechyapti, himoyalayapti. Pastga zakreplение bor. Mana uni tagida umumiy zakreplение bordi. Qarang, himoyalangan hayni даже minutkada ham yechmayapti. Mana himoyalayapti, yana даже pastga ketyapti. Xuddi mantiq bir xil. Просто minutga juda informatsiya juda ko'p anaqangi olib boradi. O'shaning uchun minutkada maslahat bermayman. Xohlasiz 5 minutlikda, 15 minutlikda ko'rib olishingiz mumkin bu narsalarni.
order flowni yanada mustahkamroq betonli qilib olish uchun men sizlarga maslahat beraman. Prosta vot ko'ringlarda 1 soatlikmi, 15 minutlikmi ko'ringlar, bitta target belgilang. Xohlasangiz agar podpiskangiz bo'lsa, deb turib 40 olib ko'rishingiz mumkin. Endi menda hozir podpiska yo'q. Podpiska уже ishim tushmayapti. Anaqangi forex replayda kimkadan o'rganib olganman. O'shanga uncha kerak bo'lmayapti. Mana daily time frame da qilsa bo'ladi buni. Daily time frame da bepul bu narsa. Xohlasangiz simulyator ringga qiling, qirqing. Prosta vot agar ko'rishingiz mumkin, bir targetni belgilang, narxni to'pa qarab yuring. Prosta kuzating. Nima qanaqa yuribdi narx? Nimalarni sweep qilyapti? Через чего, как, почему, полный shunaqangi kuzatib yuring. Lekin bularning ichida eng foydalisi agar podpiskangiz bo'lsa, weekly FVG yoki daily FVG larda belgilandi va ushbu nuqtalarga aytaylik, mana daily time frame da mana bu nuqtada bizda FVG bor. Siz mana shu nuqtada 1 soatlik time frame ga mana bu nuqtalarga o'ting. Mana shu targetingiz bo'ladigan bo'lsa, narx qanaqa tushib boryapti? Shuni kuzating, ko'zni pishiring. Mana shu eng yaxshi narsa bo'ladi. Po soti qismini tushuntiradigan qismini tushuntirib bo'ldim. Akalar, kimda nima savol bo'lsa bersalaring, savollarga javob berib o'tib ketaman. Kimda nima savollar bor akalar? Qo'lni ko'tarsalaring, nima qilishim mumkin, chaqiraman, tam og'zaki berishlaring mumkin. Sardor aka savol berishgan ekan, entry modelingizni ko'rsating deb savolmi yozishgan ekan. Sardor aka entry modeli bo'yicha alohida video qiladi, qilaman to'g'rirog'i. Hozir to'g'risini aytsam, men ko'nglimdagidek bo'lmadi. Internet musor ishlab asabim buzilib qoldi. Asabim buzilsa menda hamma narsa totalni ketadi. Akalar, savollar bo'lsa beringlar. MMXM modelini zo'r qilib tushuntirib berdingiz. Aka, bitta narsa, bu MMXM hamma narsa aka, bu tradingning hammasi bir xil. Bitta narsa hammasi. Misol uchun kimdirlar mana shu nuqtada ham trend liniyani ko'radi. Kimdirlar elit to'lqinlarni ko'radi. Misol uchun mana bu nuqtada nima bo'lishi mumkin? Oddiy trend liniyada mana u ham. Prosta mastering qilayotgan bo'lsa odam, qarang qana ishlab beryapti. Mana parallel kanal tortasiz, qarang qana ishlayapti. Stop kattaroq qo'yib ishlab boraverasiz. Prosta menga to'g'ri kelmagan bu narsa. Trend bo'yicha ishlash menga to'g'ri kelmaganligi uchun shunaqa ishlayman. Buni ichiga qarang. Bu trend liniya kimdirlar misol uchun mana yerda o'zida elit to'lqinlarini ishlab olishi mumkin. Aytaylik, mana bu nuqtada qayerda 1-2 bo'ldimi? Yo, odatda teskari bo'ladi. 1-2 bo'lib, 3-to'lqin bo'ladi bu yerda. 4-5 A, B, C bo'lib ishlashi mumkin. Hamma narsa bir xil narsa aka, hammasi. Prosta sizga qaysi biri to'g'ri kelsa va siz uni qanday ko'ra oladigan bo'lsangiz, o'shani qo'llashingiz kerak. Prosta misol uchun MMXM ni tushuntiradigan bo'lsam aka, MMXM tushuntiradigan bo'lsa, MMXM da hozir men SMR nima, boshqa PDRA hamma narsani tushuntirishim kerak-da. MMXM ni ham bilaman, lekin meni o'ylashimcha hozir bu, men hozir tushuntirgan narsam oddiy order flow deylik. Bu oddiy, ancha simple, ya'ni juda ancha oson. Siz kunni ochdingiz, ma'lum bir hay bor. Mana targetingiz bor. Aytaylik, targetingiz bor. Birinchi sizda savol tug'iladigan narsa, qayerga ishlayman? Qayerga ishlab boraman?
aytaylik mana PDL ga ishlayman. PDL ga ishlayman. Lekin prosta mana shu nuqtada aytaylik Aziya, mana Londonni ochilishi bilan srazu prям to'kilib tushib ketamanmi yoki biror bir haylarni yechgandan keyin mantiqqa muvofiq tushamanmi? Menda xuddi shu savol bo'ladi. Da, menda PDL target, lekin через чего men o'sha nuqtaga ketaman. Men qarayman, sweep bori, bull order flowda ekanmiz. Ya'ni narx normalligini tushuvchi harakatda ekan. Men mana bu nuqtani yechishini kutaman. Yechdi, reaksiya yo'q, bo'ldim, kutib o'tiraveraman. Yana mana bu hay qoldirdi. Hayda yechilishini kutaman. Yechdi, reaksiya bori, ma'lum bir anaqa zakrepleniya bor. Nuqtalarda men entry qilib yuboraman pastga. Xuddi shunaqa. Ertangi kun ham shunaqangi. Ertangi kun nima qilaman? Menda target bormi? Da, target bor. Qayerda turibman? Aytaylik, mana bu Aziyadaman. Qanday boraman? Hop, yaqin nima bor? Aziyani hayni yechgandan keyin yoki biror FVG larim bor, FVG dan. Lekin men o'sha kuni invalidatsiya degan narsa bor, juda ham muhim. Agarda mana bu hayni himoyalangan hayni yechadigan bo'lsa, men uchun o'sha bunday yechib qo'ydi, bo'ldi. Shortlar polni tugatiladi. O'sha kun uchun targetim o'zgarib ketdimi, bo'ldi. Men ishlamayman o'sha kuni. Shunaqa invalidatsiya degan tushuncha ham bordi. Ya'ni aytaylik order flow tushib kelyapti, ya'ni haylarni yechib tushib boryapti. Mana aytaylik, mana himoyalangan hayimizni. Mana shu himoyalangan hay, mana bu hay yechildimi? Aytaylik, mana shunday yechildimi? Himoyalangan hay. Bo'ldi. Men uchun tugadi bu. Ya'ni invalid, ya'ni nosog'lom. Anaqangi nima qanday tilda tushuntirsam bo'ladi, qanday tushuntirsam bo'lar ekan. Bu ideyadan qaytaman. Men uchun shartoviy harakat, pastga qarab ketadigan sell ideya tugaydi menda. Shunaqa. Hop, keyingi savol, narxni o'zidan oldingi hayni yechdi va razvorot olayotgan qanday aniqlaysiz? Hop, yaxshi savol aka. Qani. Qayerdadir boli konkretniroq holatlar bor edi. Hop. Aka qarang. Narx betdan yechmagani bu brokerni yechmabdi. Shu yomon qiynayapti-da, shu brokerlar shu kunlarda. Hop, va ana shu savolingizga aka javob berib ketaman. Aka, mana hayni aytaylik. Qarang. Bizda o'zi umumiy tushuvchi bozor bor. Aslidagi bu savolingizga javob, qarang. Narx nima qilyapti? Mana bu hayni yechdi. Mana hayni yechdi. Men nima qilaman? Hozir 1 soatlikda ko'ryapmanmi? 5 minutlikka o'sha entry uchun 5 minut yoki 15 minutlikda ko'raman. Ana o'sha nuqtaga qani edi? Hop. Mashomada. Soniya. Mana aytaylik, mana bu joyda chizganni adashmasam, mana ma'lum bir nuqtada, mana 1 soatlik time frame'dagi bir yechilgan hay, mana PDH yechildi aka. Narx chiqdi. Sessiyalarga men juda qattiq e'tibor beraman sessiyalarga, chunki sessiyalar men uchun juda katta informatsiya olib boradi. Shablonlar bo'yicha shablonlarga tushirib sessiyalar tushuntirib beraman aka. U haqida ham video chiqadi. Qarang aka. Bizda har bitta sessiyamiz keyingi sessiya uchun likvidniy hisoblanadi. Ya'ni Osiyo yechilmadi. Frankfurtni ko'ramiz. Frankfurtdan Osiyoni yechmadi va bizda London Frankfurtni va PDH ni ham yechdi va narx kuchli reaksiya olib pastga tushdi. Bizda mana bu nuqtada nima berdi? MSS berdi. Va men nima qilaman? BTS, ya'ni buy to sell modeli bo'yicha mana shu nuqta. Qarang, o'zi qaraydigan bo'lsangiz, soatga qarasangiz, o'zi sweep qilib bo'lganda 1 soatlikda. Mana shu nuqtani
men o'zimga, ya'ni o'sha kun uchun menda targetim, agar entry qiladigan bo'lsam, sal tozalaydi. Qarang, mana bu nuqtada sessiyani o'chiramiz hozir. Bo'ldi, konkretniy ko'rinish uchun qarang. Bizda MSS bor aka. Mana MSS qildi narx. Keyin umumiy mana shu MSS bo'lgan zona общий. Agarda menda targetim mana bu lowlar yoki mana kompressiyani yechilishi bo'ladigan bo'lsa, F ta qarang. Bir sell side o'ramiz buni ham target xullas. Ko'raman aka. Mana shu nuqtadan qo'ysam, stopni sal teparoqqa qo'yaman har doim va targetimgacha 2 RR bo'ldimi? Yo'q, 2 RR bo'lmabdi. Menga 2 RR yetadi. Biroz ko'tarib qo'yaman. 2 RR bo'ldimi? Bo'ldi. Mana shu nuqtaga qo'yaman. Mana shu nuqta umumiy men uchun poyi bo'ladi. Mana shu nuqtadan men pastga ketishini kutaman. Xuddi shunaqangi entry qilaman. Endi buni STB BTS zonalarni men alohida bir tushuntiraman, bitta video qilib o'shanda entryni tushunib olasiz. Yechdi aka, men qarang. Narx chiqdi, yechdi, pastga MSS berdi va ko'rishingiz mumkin. Agar bu yerda entry qilmasangiz, o'sha narx ketdi bu yerdan. Order flow birinchi himoyalangan high, narx tushdi, xolos siz manetda entry qilsangiz bo'ladi. Narx zakrepleniysini ko'rib turib, xolos siz 15 minutda ko'ring, boshqa qiling. O'zi umumiy tushuvchi order flowda aka, siz o'sha tushunib qolasizda, backtest qilsangiz. Entry emas, va chista price actionda backtest qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha tushunib olasiz aka. Aslida aka shunaqa tushuntiraman degan umiddaman. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, tushuntiraverasiz aka, savol beraverasiz aka yana. Aka, order flowni bitta narsasi borki, order flow bilan mana ya'ni entry qiladigan setupim bir-biriga chambarchas bog'ladi. Shunday xuddiki ideal yopishadigan magnetga o'xshab bir-biriga kirib ketadi. Okay. Keyin shu tushuntirgan narsalaringiz orqali men MMXM tushunib oldim aslida. Qiynalib yurgandim entrylarga. Aka, agar tushungan bo'lsangiz, men xursandman. Hamma narsa aka, meni o'ylashimcha, qisman CRT ni ham o'rganganman, boshqasini ham o'rganganman. Po suti hamma narsasi bir xilda. Men Elliott Wave ni ham o'rganganman, boshqasini ham o'rganganman, lekin vot MMXM ni ham o'rganganman. To'g'ri, lekin bitta aybim mastering qilmaganman, ya'ni bu prям nima deydi, mukkasiga yetmaganman va menga qandaydir murakkab tuyulaverardi shu narsa. Hammasi murakkab tuyulaverardi. Time and price, time nima, price nima o'rganganingizdan keyin ham shuni osonroq qilsa bo'lmaydimi degandan keyin mana shu order flowni men ko'rib qolganman. Buni ukrainalik traderlardan ko'rib qolganman. Akalar, men yashirmayman. Bu narsa men o'zim o'ylab topganim yo'q. O'shani ko'rganimdan keyin biz o'zbek traderlar ichida YouTube'da ko'rmaganim sababli shuni foydali bo'ladi deb zapis qilib chiqardim shuni, как бы darslik emas, u qo'llanma. Siz ko'radigan yangi narsangiz yo'qda. Liquidnessni bilasiz, FEG ni bilasiz, bo'ldi. Hech narsa kerak emas sizga. Vaqti ham, boshqasi ham. Sessiyani biling, bo'ldi. Har bitta sessiyani biling deganda e'tiborga olishingiz kerak. Har bitta sessiyani ichidagi high lowlar keyingi ochiladigan sessiya uchun liquidness, bu hammasi prosta backtest qilib tursiz, qanchalik oddiyligini va sizga ortiqcha narsa kerak emasligini prosta tushunib olasizda. Shunaqa aka. Hammasi shuning ichida MMXM ham, CRT, misol uchun men kirgan joyda sweep qilib, kimdir o'sha yerda turtle soup ko'radi. Men prosta sweep ko'raman, bo'ldi. Rahmat javob uchun. Aka, savol bo'lsa bemalol beraveringlar. SMT ishlatasizmi? Ya'ni liquid yetmasa entry qilmayman dedingiz-ku. Aka, SMT deyarli qaramayman. Akalar, mana shu SMT bo'yicha bitta tushuntirib ketaman. Uni entry modelga qoldirgandim, lekin order flow videosida ham tushuntirib qo'yganman. Men target uchun SMT ishlataman, xolos. Entry uchun emas. Men uchun обязательно sweep bo'lish kerak. Men qarangda aka,
o'zi GBP USD, Euro USDlar ko'ryapsiz, qaysi biri order flowda yaxshiroq ishlayotgan bo'lsa, o'shanga kirib ishlayverasiz. Bunaqangi prosta siz o'zingizga aytganimdek umumiy targetingizni belgilab olsangiz, mana misol uchun yevroni targeti prям bamboy bo'ldi bu hafta. Konkretniy mana degan FEG bor. GBP USD da yo'q unaqa narsa. Prosta candle bor. Nima bo'lyapti? Mana yechmaymiz keyingi hafta. Oddiy prosta candle bor, sweep qilgan bo'ldi. Maksimum siz bilishingiz mumkin bo'lgan narsa keyingi switchga pastga yopilishi mumkin. Bo'ldi. Na FEG bor, na boshqasi bor. Shundan kelib chiqib, men katta uporni yevroga beraman degan nastroy bilan bo'laman va aynan shu pari o'sha hafta prям bamboy harakatlar qilib beradi. O'zingiz ko'rgan bo'lishingiz mumkin, bu hafta yevro yaxshi yurib berdi. Endi bu narsani не обязательно именно haftalikdan ko'rish. Daily oching, daily time frame da siz targetingiz bormi? O'sha bo'yicha ishlaysiz. Lekin SMT da men обязательно order flow bo'lmaydi agar highline yechmasa. Men обязательно kutaman, highline yechdi, pastga ketdi. Resweep bo'lishi mumkin. Resweepni setupni tushuntirgan, entry modelni tushuntirganimda burunli resweepni ham nima qilib aytib ketaman. Lekin entry qilayotganimda men SMT ga qaramayman. Men entry modelim konkretni sweep bo'lish kerak. Narx o'zi instrument savol-javobni to'liq yopish kerak-da temani. Bo'ldi, men o'zi tepada qiladigan ishim qolmadi degan menga nima bersa, ma'lum bir menga bir zinak bersa, keyin kiraman. Bo'lmasa yechmadimi? Bo'ldi, shu yechmabdi, bo'ldi, kirmayman. Shunaqa aka. Target uchun SMT ni ishlataman. Misol uchun GBP USD, Euro USD ni qarayapman. Yevroga entry qildim, GBP USD targetga yetib bordimi, men yevroni yopib yuboraman. Aytmoqchi bo'lganim, Euro USD da ishlamoqchisiz, SMT bo'ldi, GU sweep qilsa, Euro USD sweep qilmasa entry qilasizmi? Yo'q aka, entry qilmayman. Euro USD da ishlamoqchiman. GBP USD sweep qildimi, SMT bo'ldimi? Yo'q, men kirmayman u nuqtaga. Yevroda ideyamdan ketsam kechaman, lekin kirmayman. Nimaga? Chunki men uchun konkretni tuzilib olgan savdo tizimim bor. Prям men ham ko'p slif qilganman, stop olganman, boshqa qilganman, stresslar, malobatlar ko'p bo'lgandan keyin prям qonli qilib yozib qo'yganmanki, SMT biror hech narsaga qaramayman entry uchun. Konkretni menda sweep bo'ldi, modelim yasaldimi, keyin kiraman. Bo'lmasa вообще лучше kechib yuboraman. O'sha haftaga bo'lsa ham ishlamayman, lekin modelim bo'lsin, keyin kiraman. Shunaqa akalar. Kimda nima savollar bor? Beringlar, tortinmanglar. Tushunarli, rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. O'z boshida anaqangi ko'proq odam edek, internetni ishlamay qolib musor bo'lganligi uchun ancha asabiylashib qoldim. Zo'r nastroyda boshlamoqchi edim. Ko'pchilik ko'ra olmay qoldi. Qachon master class entry modelga akamdek qilaman, xudo xolasa video qilaman birinchi entry bo'yicha. Entry model bo'yicha video qilaman. Agar unda biror bir savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingina master class qilaman. Что полный savol-javob qilaman-da biruli. Fikr-chikrlari bo'lsagina keyin master class qilaman. Bo'lmasa master class qilmayman. YouTube ga chiqadimi? Ha aka, xudo xolasa YouTube ga chiqadi. Prosta mana master class 2.0 qilmoqchi ham bas edim. Ba'zi bir hali bir boshiga aqli nerealni sig'may ketgan bitta ikkita boshqa communitydagilar, boshqa bitta ikkita ajoyib odamlar hali aqlliki, nariya yo'q. Nobel mukofoti laureatlari menga yozdi-da.
siz tushuntirayotgan narsangiz bunaqa soddaroq qiling. Yangi kirgan narsa, yangi kirgan odam tushunmaydi. External, internaldan boshlang, higher lowdan boshlang, bunaqa haligi tushuntirmoqchi bo'ldim. Tushunmadi haligi odam. Haligi ruslarning gapi bor, akalar, hamma o'g'il balaga gapirsam bo'laverar. Слепому не покажешь, глухому не укажешь, долбоёбу не докажешь degan narsada dokazat qila olmadim. Keyin menda o'zimga o'zim savol tug'ilib qoldi. Что если qolganlarda bir savol tug'ilib qolgandir deb shu master class video qilishga qaror qildim. Shunaqa akalar, menda aytib o'tganimdek, men market strukturasiga ham qaramayman, hech nimaga qaramayman. Savdoyim minimallashtirilgan. Men nima targetim bor. Targetimga misol targetim bor, hozir qayerda turibdi narx va hozir qanday kelgan va keyinchalik targetga qanaqa boradi, 3 ta savolga javob beraman, bo'ldi. Sizda misol uchun himoyalangan high lowlaringiz bormi, order flowdami? Entry qilishingiz ham osonlashib ketadi. Hop, Sardor aka, menda ham shu problema, ko'p narsani o'ylab oraman. Aka, ko'p narsani o'ylash bo'yicha men chempionman bir paytlar. Kamroq o'ylashda maslahat beraman. Kamroq o'ylashda maslahat berishda u qanday kamroq o'ylayman degan savol tug'iladi sizda. Aka, kamroq nimalar ko'ring. YouTube'da Insta Guru, YouTube gurular bo'ladi. 1000% win rate, yorvoradigan setuplar degan narsa borda. Ularda yangi narsalar o'rganishni to'xtating. Farqi yo'q. Nimada ishlaysiz? CRT da ishlaysizmi? Bu MMXM ga qaramang. Trendline da ishlaysizmi? SMC ga qaramang. Umuman hech narsani o'rganmang. Bitta konkretni bitta bilimingiz bormi? O'sha bilimingiz bo'yicha o'shani mastering qiling, ya'ni charxlang, o'tkirlang, bitta kesadigan qiling. Chopib yuboring prem. O'sha bilan. Hali bizda menda ham juda ko'p bu narsa bo'lardi aka. Nima yangilik chiqsa, o'shani o'rganaverardim-da. Aytaylik, SMC bo'yicha yoki ICT bo'yicha men yerda qanaqadir entry berdi-da, lekin CRT bo'yicha vaqti to'g'ri kelmagan. CRT da bunaqa-ku bo'ladi. Yoki misol uchun Elite Wave biladiganlar biladi. Misol uchun siz o'sha korreksiya tugadi-da, lekin kattaroq time frame'da hali ABC tugagan bo'ladi. Ikkilanib qolaverasiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Minimal darajada bilimingiz bo'lsa ham, o'shani konkretniy qiling. Bo'ldi. Kamroq o'ylashingiz kerak bo'ladi. Backtest qiling, sining. Самое главное, trading jurnalistingiz bilan ishlashni bilsangiz, bo'ldi, hammasi sekin-sekin kelib chiqaradi. O'zi sizlarni o'zi sizlarni noldan trading o'rganayotgan odam tushunmaydi-da, darajaga qarab hamma narsa sekin-sekin bo'ladi. Aka, men har doim aytib ketaman-da. Birinchi videomda ham aytganman. Prям iltimos qilganman. Kim meni kuzatsin, kim meni kuzatmasin degan gaplarni aytib ketganman-da. Нулевой, misol uchun bilimingiz yaxshi, anaqangi yaxshi, yomon desam noto'g'ri bo'ladi. Candlelar nimalar darajadamisiz yoki boshqa narsa bo'yicha ishlaysizmi? Meni kuzatmaydi deb aytib ketganman. Order flow videosi bo'yicha ham aytib ketganman-da, oxirida maslahatlar deb turib. O'zingiz narsangiz yaxshi bo'lyaptimi yoki o'ta novichokmisiz? Kuzatmaydi deb aytib ketganman. Kuzatmaydi deb o'zim aytib tursam, aybdor bo'lmayman-ku. Bitta Nobel mukofoti laureati menga yozyapti-da, yana aka noto'g'ri deb. Noldan o'rgating deyapti. Menga naqvi kerak, noldan o'rgatib. Meni o'zi asosan kontentim daromadga chiqalmay turganlar bo'ladi. Misol uchun bilim moshni, bilim zo'r. Lekin nimadir yetmaydi-da. Misol uchun moshina hamma yog'i zo'r, qaysidir detali yetishmayapti-da. Imенно shular uchun men video shunaqa narsalar qilyapman. Xolos aka, masalan noldan o'rgatadigan bo'lsa nima kerak bor? Ovora qilib, o'zim ham boshqa qilib qarasin, YouTube'da izlasin, o'rgansin. Hop, menga o'xshagan plus yoki prasyo shunaqa. Akalar, bir savollar bo'lsa konkretni beringlar. U
nima qilmanglar, bu umr juda ham qisqa savollarga javob topolmay ketish uchun. Hali savolingiz bormi? Tortinmang, uzib oling kerak bo'lsa. Hali bizda kibr degan narsa yo'q. Konkretniy savol bormi? Miyada bir anaqangi zatsiklitsa qilyaptimi? Bering, javob beraylik, birga ishlaylik. Hop, Sardor aka просто выступить. Hop, Sardor aka, sizni olyapman nimaga? Chiqaryapman. Hop, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor aka, hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aha. Hop. Aka bitta narsani Sardor aka bitta narsani aytib ketmoqchiman, agar men bor uzr gapingizni bo'ldim. Hozir qayerda o'qiganingiz, kimni o'rganganingizni aytmang aka. Men bilmayman, lekin prosta aytmay qo'yavering. Hali misol uchun kimdir ko'rib, eshitib, bizni yomonlayapti, bizga tosh otyapti, bizni g'iybat qilyapti degan anaqangi tushunchalar bo'lib qolmasin. Tushundingiz-ku aka? Nima demoqchiligimni? Chotki aka ovozingiz. Hop. Aka, men bankda 3 yildan ko'p ishlaganman. O'zi kichkinaligimdan noldan boshlaydigan bo'lsam, xullas aka, men har xil Wall Street haqida videolar, kinolar ko'rardim-da. Xullas mana shu raqamlarga qiziqardim. Bilmadim, balki bankka ishga kirganim shu raqamlar orqasidan bo'lgandir. Keyin xullas o'qib yurgan paytimda o'rtog'imda ko'rganman shu video обучающийlarni, Orwelllardan boshlaganman, gerchik-merchiklarda. Keyin aka klassikani boshlaganman, Slitey anaqangi klassikalar o'rganganman. U paytda video darsliklar kam bo'lardi. Kitoblar o'qirdim aka, prям necha yuz varaqlik qanaqa kitoblar bo'lardi, o'shalarni o'qirdim. Klassika, keyin undan keyin SMC bo'ldi. SMCni men buni aytaman, Zayn Mohlis degan bitta bala bor, britaniyalik, undan o'rganganman. Undan keyin Vaga, boshqa ma'lumotlar, pon SMC ketgan. SMCni ham ming xil usuli bor. Undan keyin 2023-yilda What ICT ni o'rganishni boshladim. ICT ni o'zini videosini ham ko'rganman. Ba'zi bir tushunmagan narsami, ba'zi bir O'zbekistondagi nimasini aytmay, ismi, niklarni aytmay, skорее всего hamma tushunib bo'ldi. Prosta men ulardan ruxsat so'ramaganman, ularni biror bir ismini ishlatish uchun hurmatsizlik bo'lib qolishi mumkin men tomonidan. Ularning videosini ko'rganman, boshqa qilganman. Aka, keyin ICT bo'yicha tushuncha bo'lgan. Endi bitta narsa, bilim bor, hamma narsa bormi? Menda nimagidir bir savdolar yaxshi bo'ladi, bir savdolar yaxshi bo'lmaydi. Undan keyin men savdo yaxshi bo'lmayapti dedimda, yana yangi narsa o'rganardim. CRT, nimadirlar, undan keyin yana boshqa narsa, yangi setaplar o'rganaverardim. Hammasi kasha bo'lib miyada. O'zimga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yganman. Chunki bitta narsa boshqacha gapiradi, bitta narsa boshqacharoq gapirgandan keyin hacha nasam deydi, mantiq bitta. Hamma o'ziga adiyonlarni tortadi-da, hamma o'zini marketing qiladi. Hammasiga uchib ketaverardim. Miyada kasha bo'lib, o'zim bilan o'zim miyamda bor narsa bilan ishlamasdim-da. Keyin boshqa bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Keyin bitta narsani tushunib yetdimki, men o'zim bilan o'zim ishlamayapman. Bozor bilan ishlayapman, lekin o'zim bilan o'zim ishlamayapman. O'zim bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Nima bitim ochyapman?
nima bitim ochyapman va qanday ko'p stop olyapman, qanday ko'p tek olyapman, nima что к чему qanaqa bo'lyapti. Shu narsalarni men yaxshi kuzatmasdim. Jurnal to'ldirardim, boshqa qilardim. Aynan shu narsaga, aynan bu trading jurnal bilan ishlamas edim. Keyin bir kun prosta o'tirdim. Qancha davom etadi bu narsa? Nima qilmoqchiman? Yana ishdan ketganman, pul qolmagan, boshqa qolmagan. O'zimga savol berganman-da. Yana qancha yuraman shunaqa qilib. Keyin bitta javob bo'lgan, liba aka nima bor? Headhunter degan saytlar bor, aka ish o'yini oqtaradigan. O'shalardan ham men ish oqtarardim, siqilib nima qilganimda. Keyin o'zimga savol javob qilganman, ko'rasiz traderlik tanlaganmanmi? Demak, nimani o'zgartirishga, nimani e'tibor qilyapman? Undan keyin men topganmanki, o'zim ustimda ishlamayapman. Ya'ni yangi narsa o'rganmayapman, bas bilgan narsalarimni nima kerakli, nima keraksizligini ajratib turib ishlatmayapman. Savdo tizimi yo'lga qo'ymaganman. Keyin shundan keyin savdo tizimi yo'lga qo'ydim va mana hozir ko'rsatayotgan narsalarim faqatgina order flowni qoldirdim. Boshqa misol uchun MMXM ni bilaman, lekin MMXM, SMR, уже last stage distribution hammasini bilaman, lekin ularga o'zi bilsam ham ularga e'tibor qaratmay qo'yganman. Men miyamda faqat shu order flow A nuqtadan bor, B nuqtaga boraman. Faqat qanday qilib boraman o'sha B nuqtaga mana bu hayni yechgandan keyin va kichikroq 15 minutlik time frame da bir sweep qilib, boshqa qilib, zakreplagan MSS berib boshqa qilgandan keyin entry qilaman va bu narsaga железный savdo tizim deyiladi. Bu narsani shu savdo tizimni tuzganman, risk managementim, hamma narsamni, buni ichida psixologiya ham hamma narsam kirib ketgan. Shu narsani moshina ushlagandan keyingina shu narsadan qobig'dan chiqmayman. Mana shu qobig' menga Xudoga shukr proplardan o'tishga yordam beryapti, pul yutishga yordam beryapti. Endi o'tmishga qarayman. Nimadir yangi videolar chiqaradi-da aka YouTube'da. Yangi bir win rate 120%. Nima aka sразу kirib qo'ymaydiman, sразу neintresni qo'yaraman даже. Shunaqa. Sizda ishlaydigan narsangiz bormi? Sizda ishlaydigan narsangiz bormi? Bo'ldi, unga uni qilmang. Uni tashlamang. Sizga pul beryaptimi, sizga progress beryaptimi? Bo'ldi. Savdo tizimingizni yo'lga qo'ying, o'sha savdo tizimi bo'yicha ishlang. Shuni orqasidan aka men shu chiqib ketganman, shu siqilish, bitta joyda qotib qolishdan. Shunaqa aka. Hop, aka. Hop, RR nechi? Hop, aka yechim bitti. Trading jurnal to'ldirasizmi? Вот. Да, скорее всего, siz xato nimadaligini bilasiz ekanda o'sha aka. Qarang aka, trading jurnal to'ldiryapsizmi? Sardor aka qarangda, o trading jurnalingiz to'ldiryapsiz, hafta yakunida, kun yakunida, o'sha kun uchun va hafta yakunida o'sha hafta davomida ochgan bitimlaringizni ko'rib, polni detalni maydalab chiqing. Polni misol uchun nechiga yurib turib BO'ga ketyapti. Nechiga yurib turib stopni uryapti. O'rta arifmetik degan narsa bor-da, xuddi o'shanga o'xshatib o'rtacha RR'ingizni hisoblang.
qaysi holatlarda stop olyapsiz, qaysi holatlarda take olyapsiz. Balki stopni noto'g'ri qo'yayotgandirsiz, elementarniy. Misol uchun FVG ni yakuniga qo'yib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. U anaqangi lowga emas. Har xil holat bo'lishi mumkin-da. Siz o'sha trading jurnalidagi qoillating, prям как бы yaqin do'stingizda qangi ko'ring o'sha trading jurnalingizni, u bilan gaplashing, prям вот qanday вот qayerdan kiryapman, что к чему, prям gaplashingda aka. O'shandan keyin siz bitta nuqtaga biror bir varaqqa biror bir narsaga yozib chiqing. Imminda вот sizga odatda necha error to'g'ri kelyapti, qaysi errordan yurib turib o'zi take emas, BO'ga ketyapti, boshqa bo'lyapti. Aka shuni ustida ishlaganingizdan keyin o'zi sizda savdo tizim tuzilishni boshlaydi. Savdo tizimi tuzilgandan keyin sizga o'zi qanaqadir ma'noda bir natija berishni boshlaydi-da. O'sha natijani ko'rganingizdan keyin sizda o'zingizga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Ishonch paydo bo'lgandan keyin bitim ochganingizda o'zi uncha qo'rqmaydigan bo'lib qolasiz. Ozgina korreksiya olsa, yurak o'zi tez-tez urishni boshlamay qo'yadi. Confidence, ya'ni self confidence deydi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch va o'ziga bo'lgan anaqangi spokойствие bo'ladi. Qo'rqmasdan ishlayverasiz. Oy yakunida, hafta yakunida qanday hafta qanaqa yopildi, qanaqa bo'ldini ko'rganingizdan keyin oyni yakunida ham xuddi shuni ko'ring. Oyni qanaqa yopdim? Oyni ko'rib bo'lganingizdan keyin 3 oylik, ya'ni kvartalni ko'ring. Qayerdan bilasiz? Balki vot birinchi kvartalda siz zarar qilasiz, balki 0 da chiqarsiz, lekin ikkinchi kvartalda siz buzib tashlashingiz mumkin-ku. Bozor har doim bir xil pribylni yoki bir xil zo'r trend yurmaydi. Shunaqangi. Eng qizig'i, sizda self confidence bo'lgandan keyin o'zingizga bo'lgan hozir bugun stop oldingizmi? Sizda o'zingizga bo'lgan ishonch bo'ladi. Hafta yakunida baribir 0, kamida 0 da chiqaman yoki plusda chiqaman. Va bitta narsani unutmasligingiz kerak. 0 minusdan katta. Haftani zararda yopdingizmi? Bo'ldi, siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymasligingiz kerak-da. Oy yakunida men baribir kamida 0 da chiqaman yoki plusda chiqaman. Oy minusda chiqdingiz ham deylik, kvartalda plusda yopaman. Shunaqa har doim zo'r bo'lmaydi. Hozir misol uchun bozordan ahvolni ko'rib turibsiz, siyosatni ko'rib turibsiz. Bugun hali o'qidim, 2 soat ham bo'lmadi dashi. Trump o'zi nimaga bitta-ikkita davlatlarga, Meksika bilan qaysidir davlatga yana 1-avgustdan 30% poshinina tarif qo'yar ekan. Men o'zi yana siqilishni boshlayapman. Obbo, yana mosir bo'larmikan bozorda. Shunaqa. Ba'zi birlar umumiy siklni, bozor siklini ko'rmaydi-da, vot mana shunaqangi periodga kirib qolganda minus qilib qo'ysa, siqilib o'zi tugatib bo'ladi o'zini. Siz kattaroq distansiyani olishingiz kerak. O'zingizga kattaroq muddat berishingiz kerak. Shunaqa aka. Ishonch paydo bo'ladi o'zingizda. Keyin daromadga chiqasiz aka, sekin-sekin. Shunaqa aka. Aha. Da, aka, men qarang aka, hammada bu narsa individualniy. Kimdadir 4 soat bo'lishi mumkin, kimdadir 2 soatlik bo'lishi mumkin. Men har bitta boshqatdan detalni tushuntirib ketaman. Haftalik candle bitta qayerga yurishini ko'rib olaman hafta uchun. Daily ni har kuni ochaman. Daily dan FVG bo'ladigan bo'lsa, biror bir o'tgan kunni candle'ini sweep qo'ygan bo'lsa, ehtimol men sweepga qarshi yurib qo'ymayman. Keyin order flowni umumiy globalniroq ko'rish uchun, globalni deganda, misol uchun mana grafikka qarangda aka. Mana grafikka qarang. Bunday kattalashtirsam. Mana kattalashtirdim. Qarangda, bizda narx nima qilyapti? Tepaga qarab ketyapti-ku, to'g'rimi? Umumiy ko'rish uchun men 1 soatlikni ko'raman. Bunday ko'ramanda 1 soatlikda kunni boshida men haylarni ko'rib olaman. Bizda mana bu target bor. 1 soatlikda bunaqangi haylarni ko'rib olaman.
qaysi hayni yechgandan keyingina biz narxni yana pastga davom ettiramiz ekan. 1 soatlikni asosan shuning uchun ishlataman. Ya'ni mana bunaqangi haylarni belgilab olish uchun. 15 minutligiga tushaman. 15 minutlikda vot yanada vot entry uchun ko'proq tushaman. Sessiyalar o'zini qanaqa tutayotganligini ko'rish uchun 15 minutlikka tushaman. Odatda entryni 5 minutlikda qilaman, lekin vot 15 minutlikda ham qilishim mumkin. Da aka, shunaqa. Lekin order flowni ko'proq kichikroq time frame'da emas, kattaroq time frame'da ko'rsangiz bo'ladi. Chunki kichikroq time frame ko'proq manipulyatsiyaga uchraydi-da. Misol uchun 1 soatlik time frame'ingizda siz manipulyatsiyaga uchrash uchun siz 1 kunlik harakat ketadi-da, sizni hayingiz yechish uchun. Nimada? Kichikroq time frame'da yangi sessiya ochilganda o'sha 5 minutlik order flowingiz yechib turib yana dars davom etib ketishi mumkin. O'shaning uchun entry uchun men 5 minutlikda foydalanaman. Hatto hammasi haligini ko'rsatgan minutkada ham shu order flow ishlaydi. Prosta shum ko'p aka. Menga ko'proq tinchlik kerak. Menga hali ortiqcha drive kerak emas. O'shaning uchun kattaroq time frame'da ishlayman aka. Bemalol aka. Yo'q aka, roziman. Prosta men o'zim biroz xijolat bo'lib qoldim. Streamning boshida ancha asabiylashdim. Men aytgan asabiylashsam, prям yonib ketaman-da. Shuning uchun idealniy bo'lmadi-da, men hayolim bo'yicha mana master class. Shuning uchun sizlar ham rozi bo'lasizlar agar bir qaysi nuqtada so'kinib qo'ygan bo'lsam, boshqa qilib qo'ygan bo'lsam. Shunaqa akalar. Savol bo'lsa bemalol so'ranglar, mana qo'lni ko'tarsalaring, shunaqangi jonli ham savol-javob qilishimiz mumkin. Agar gaplashgan xijolat bo'lsalaring, tam yozinglar, javob beraman. Hop, CISD ni bitta tushuntirib bering. Narxni yechib nazorat olayotgan CISD. Aslida aka, mana shu savolingizga men boshqacharoq javob beray. Men CISD lar bo'yicha anchadan buyon ishlamay qo'ydim. CISD ham anaqangi order blokda, hatto order blokda ishlatmay qo'yganman. Eng high yoki lowlarda, prям anaqangi extremumga yaqinroq nuqtalardagi narsa anaqangi order blokda shu CISD da. U time frame ga qarab turib to'g'rilab olaverasiz. Bizda hozir Discordimizda aslidagi nima bor? Boshqa aslidagi degan aka bor. Candle Anatomy. U kishi nima bo'yicha ishlashadi? CRT bo'yicha ishlashadi. Shu CISD shunga o'xshagan savollar bo'lsa, aka bemalol o'sha Candle Anatomy niklari yozib savollar berishingiz mumkin. Va eng nimasi foydali tarafi bilimdan qiziqolmaydi u inson ham. Men ham bir hafta juda zo'r ishlab keyin nolga tushib ketyapman. Aka sababi shu, haligida aytib o'tib ketganimdek. Bir hafta sizga hech narsa bermaydi. Bir oylikni ko'ring, kvartallikni ko'ring. Siz baribir daromadga chiqayotgan bo'lasiz, agar tizimingizga to'g'ri qanday rioya qilsangiz. Hop, xijolat bo'lmang. Ajratgan vaqtingizga rahmat. Sizlarga rahmat, shunchalik hurmat qilib kirganlaringga. Men to'g'risini aytaman, ko'nglimdan baribir o'tmadi, bir idealniy master class bo'ldi deb o'ylamayman. Chunki mana internet ma'lumotlar men ancha asabimni buzib qo'ydi. O'shanga agar akalar savol bo'lmasa, bemalol berishlaring mumkin. Agar savol bo'lmasa, tugataveramiz. Entry model ideal qilib video qilib bersiz bo'ldi. Aka, xudo xolasa ideal qilishga harakat qilamiz aka. Prям miyada nima bo'ladigan bo'lsa, menda maksimalniy darajada o'zimiz tilda jaydari qilib, o'zimizdan pafosda yoqmasdan tushuntirib berishga harakat qilaman. Hop. Sizlar ham shu skalissiya ma'lumotchi boshqa savollar qolmadi shekilli. Akalar, shu ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Barchalaringga rahmat. Hop, yana ovoz ketdi. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi endi. Rahmat kattakon.
akalar o'zlaringga ham rahmat. Bo'lmasa men sekin zakruglayimsa deydi. Tugataman. Akalar, barchaga rahmat, kuzatganlarga, vaqt ajratganlaringga, hamisha sog' bo'linglar. Savol bo'ladigan bo'lsa, akalar, men savdolarni ko'rishlaring mumkin. Telegram kanalim bor, kanalni ham ko'rishlaring mumkin. Hatto bitta ideyalarni ham, misol uchun vetkalarga, Discordda vetkalarga ideya tashlayman, o'shalarni ko'rib, entrylarimni ko'rishlaring mumkin. Entrylar har doim, misol uchun entry tashlasam birga kirib olish kerak emas, chunki menda ham win rate 100% emas. Shundan ham qandaydir ko'zni pishirib olsalaringdan bo'ladi demoqchiman. Bo'ldi akalar, hammaga rahmat. Ajratgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Xudo xolisa zapisimiz bo'lgan bo'lsa, joylab olaman buni ham. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.